Assalom do'stlar, minglarning mushaq xayrli bo'lsin. Bugungi videomizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Namaste. Ko'rayotganinglardek bugun Hindiston bosonidagi Hindistoncha kirim qildim. Chash kirim o'zbiznet kiyim deganda kendisi Hindistoncha bo'ldi. Bu jihatda pek 100% to'liq bilimim bo'lib ketmasmi, ammo bir amallarni qilib yurib, buni qilib yurib bo'lsinmi, o'sha Hindiston kirimini o'zingizlarga sundim. Yaxshi ko'rgaysizlar. Undaqda bu kirimni qanday qilganimni ko'rmoqchi bo'lsangiz, udulam videoga o'taylik. Undaq bo'lsa, kirimimizdan boshlab ketaylik. Yuz kirim boshda oldidan primer ishlatamiz har zamongi gibi. Agar siz mayliq teri bo'lib qolsangiz, sizga tavsiya qiladigan bir primer bor bu yerda. U bo'lsa Benefit'ninki the professional demoqchida bu yerda. Professional. Mushu primer shu, mushni ishlasangiz bo'ldi. Ham yuzingizga tushuklarni to'liqlab yuzingizni pitchat qilib silliq qilib Qanday teranma ahvoli test degandek yaxshi emas. Shunlashqa aytga buyurmaysizlar. Buni surkab bo'lgandan keyin endi oqartish miyi. Oqartish miyiga kelganda bo'lsa, men Huda Beauty ninki, mau. Mashina ishlatyapman. Sus attirning purqi bor, bek payzi, uning ustiga hozirgi mening yuzimga o'xshash mendaqdan xoraklar, anandagi o'xshaqchak narsa chiqib ketgan vaqtida yaxshi tosiya oladi. Beauty blender. Ilib. Yaxshi aynaga qarab qilay. Bugun qiynaq Hindistoncha kirim qilgan bo'lgan ikkinchi qaraq surdim. Normalda kundalik kirimga azroq surib qo'ysangiz-mi, shunda yaxshi pakiz qilib tutalaydi yuzingizni. Endi bo'lsa concealer dekday. Concealerda men Fenty Beauty'ni ishlatib kelyapman, bilasizlar. Bekli uzoq bo'lib ketibdi, mana kirim videosi menda o'tirib kirim videosi topmoqlayim. 6-oyning oxiridan boshlab ajoyib bir aldirash vaqt kirib ketdim. Mushu mayni qancha yaxshi sindirmay desangiz, bu oldi bilan Beauty Blender chiqolmasa ham bo'lishi kerak. Lekin to'xtamaymiz, urib olsangiz yaxshi sinadi. Bunsa normal ahvolda mushu Beauty Blender bilan mahsulotniki mushu sifati yaxshi bo'lsa, unda sinmaydigan, ustiga o'rilib oladigan bunday ish pek yuz berib ketmaydi. Shunga teringizning to'g'ri tonu, teringizniki mushu qanday teriga mansubligini biling. Buni yaxshi bilgandan keyin teri asrash mahsulotlari bilan mushu grim, eng muhimi oqartish miyi, concealer bilan oldidagi primerlarni to'g'ri tanlay olasiz. İşte uzoq sindirib o'tgandan keyin loose powder har zamongi gibi Chanel. Bundan o'quvchilar bahasi bo'yicha olma boshqa yaxshi mushtaq loose powder bormi desanglar, Revolution'ninkini ishlatinglar. Chiqish qila oladigan, o'quvchilar gun ko'tara oladigan loose powder shu Revolution'ning eng yaxshi. Bunu qilib bo'lgandan keyin endi bo'lsa ko'zimizga o'timiz. Ko'zga bugun bekrak qiynaq kirim qilaman, chunki bilasizlar Hindistonniki normalda sahna kirimlari bo'lsa yoki usul kirimlari bo'lsin, ham asos chatdan xil qiynaq bo'ladi. Nyoq quyda yaxshimi deyna. Men shunday rangli kirimlarni qilgan vaqtda normalda her vaqt mushu Morphe bilan James Charles'ninki mushu bir paletini ishlatmak ko'z kirimiga. Buningda agar sizningki mushundaq bir ranglik, har xil rang bor, mushtaq yaxshi bo'lgan bir paletni olasam desangiz, buni tavsiya qilaman. Mana. Buni tavsiya qilaman. Tak qilib hal qilib talaylar, qanday kirmangizni.
Meyliyim şu Halloween'deki kremlerim, bu bekerek renklerim, hem de o oynaydığı kremlerde ben şunu işledim. Çünkü bunun hem renk var. Diyendek. Bugün mavi bölgeni bekerek işletip kalılan çıray. Bakalım. Mavi rengden başlayayım. Gördünüz mü? Evet. Beysning rengini yaxshi urib oldik. Endi bo'lsa, shu qirni chiqirma. Qirni chiqarganda mushiga kerak bo'lgan birsizlar. Qiyinroq maraqdan boshlaylik. Qormaydan qo'yib yuborman ani. Oldimda choynak yo'q. To'g'ri qo'yatganim ha. Okay. Men ozroq qiynoq qilsak. Süper bo'lsa. Süper. Bu ham deganimdek shu yaqinda reklam aldirashib ketdim. Shunlashqa vaqtida yangi ko'rimlarni huzuringizga sunamay qoldim. Bundan uzrxonlik so'rayman. Ham to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. 7-oydagi 7-oyning oxiridagi shu o'yin qo'yish uchun ham bilasizlar yozliq mavsumi, mening maktabimniki yozliq mavsumi 7-oyning 15lari anandikin tugaydi. İmtihonlar keyin boshlanib ketadi. Shunga bir chetdan imtihon tayyorlik qildim, bir chetdan usullarni mashq qildim, deganda yangi usul o'rgandim. Shuna qilib shu o'yin qo'yishga tayyorlik qilib, bir chetdan imtihon tayyorlik mushtaq jiddiychilikning ichida chataxiri menden sizlarga nasihat. Menimi çok kessin. Çoğum qo'sqonlarni herkes ash qo'ymanglar. Qo'sqonlarni to'qallatib tutib, andan keyin bir ish qilinglar. Men tamoq vaqti deyman. Andan keyin to'xtamay mashq qilib, azroq beshim qo'ygandek bo'lsam, shokolad yeb, ashta qilib mashq qilib, eng oxiri at o'yin qo'yma degan kuni, ya'ni Belgiyaga mangma degan kuni og'rib yetib qoldim, yondirib. Şunun bilan sho'r pichib, to'g'ri ichib, uni buni taqshab qilib, aran o'ngishib bordim Belgiyaga. Berib, ko'ngillarda kichik kun shunday yaxshi o'yinni qo'ydik. Endi mavi qo'ng'ir rang, qaynoq qo'ng'ir rang bilan mana ikkisini ozroq aralashtirib, yana ko'zamni qir tarafiga o'yinni chiqarma. Degandek, shunda bir ko'ngillik bo'ldi. U yerga shu maxsus Uyg'ur madaniyat faoliyati bo'lganligidan shu yerga chaqirilib, taklif qilinib, shu yerga berib o'yin qo'ydim. Shu meydan usul o'yindim. Ko'rdinglar, ham bek yaxshi ko'rdinglar. Shunga sizlarga ham Allohga bek rahmat aytaman. Bo'lib muvattandagi qarindoshlarim Bana beklam medet bedinler, haqiqiy amdi shu o'yinning hodiqini chiqirib bedinler desam to'g'ri bo'ladi. U yerda chetliklar uchun Qozog'istondan, Rossiyadan kelgan mehmonlar, Belgiyadagi mehmonlar uchun qo'ydik o'yinni. Shunlar u yerda shuna olqishga erishdim. Bizningki milliy madaniyatimiz usul bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Bizningki ma'naviy boylig'imiz bo'lib kelayotgan shu san'at turlari har zaman o'zimizning ham odamlar emas, chet elda, butun dunyoda shundoq adamning ko'ngliga usig'an yeriga suv sepib boralaydigan shundoq bir bebaho guhar desam to'g'ri bo'ldi. Shunga bek xush bo'ldim haqiqatan shu o'yinni qo'yganimdan. Ham sizlarning huzuringizga shuni sunalganimdan video orqali bo'lsin, garchi naq maydon emas. Video orqali bo'lsin sizlarning huzuringizga sunalganimdan men o'zimni beklam baxtli deb his qilaman. Hamda hammalarning olqishlari bergan shu inkaslaringlardan muhabbatinglardan eng muhimi ashundan ko'nglim bek suv ichdi. Shunga Allohga bek rahmat aytaman. Okay. Ko'zim mungga chiqdi. Happy Diwali. Happy Diwali. Yeah, today is I'm so sorry, sir. Tamam. Görmem pütey de qaldım. I can't wait to see the final result. Oh yeah, baby. Bye, talented girl. Xo'sh. Okay. Endilikki bo'lsa, udul o'ttirg'lam bling bling rangli ishlataydim. Stillaninki Kitten Karma degan rengi. Evet. Degandek shu o'yin muvaffaqiyatli tugadi. Hamda Belgiyada eng yaqin do'stlarim bilan shu tug'ilgan kunimni yaxshi shuna ko'ngilli o'tkazib oldim. Albatta
Tug'ilgan kunimdan bir kun burun shu Aqida Nurgul boshliq meniki umaq go'zallarim manga surprizelarni ishlab, hatto nurg'un kichik cho'ng mushtaq videolarni ishlab meni ad qilib, meni tug'ilgan kunim mubaraklab qilib ketdinglar. Men bir yo'l yig'lab mandim uni ko'rib. Vahshiylar ishqibek ta'sirlantiryaptinglar meni. Shuna ma'nilik, ko'ngillik, garchi musafir bo'lsam-mu, haqning yurtida bo'lsam-mu, ko'ngillik, beklam ma'nilik bir tug'ilgan kun bo'ldi. Shunga hammalarga rahmat aytaman. Andan keyin 8-oy kelgan vaqtida Aqida jinimdan qishig'i ketdim. Aqida jinimdan qishig'i ketib, Avstriyada sayohat qilib keldim, to'ylar qatnashdim degandek. Andan keyin 9-oyga ketdik. 9-oyga kelgan vaqtda shu boshqa ish bo'lmabdi, Gollandiya beribdi, men uydagilar bilan ko'rishib, duqana bilan ko'rishib ketdim degandek. Bu yerda bir haftadek o'ynab keldim. Andan keyin qaytib kelib o'qishimning tayyorligi boshlanib ketib qoldi, hamda undan burun Halloweenga tayyorlik qildim. Bir oy oldin ya'ni Jasmine, Snow White mushlarni sizlarga talg'izib, andan keyin kiyimlarni, kostyumlarni ilib, andan keyin videolarni tortib, rasmlarni tortib degandek ishlarni qildim. Mushtaq qilib shu tuzak mushtaq hozirqadek o'tirib bir video tatqidak bir fursat chiqmay qoldi. Shu to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. YouTube kanalimda xeyli uzoq bo'ldi. Yangi video chiqib baxmoqli. Üzgünüm. Andan keyin shu 11-oydan boshlab bizniki o'qishimiz boshlanib ketdi bilasizlar. Bu mavsumda bo'lsa men xeyli jiq darsga oldim. 10-11 xil dars oldim o'qiyman. Bütün haftam to'liq, shu faqat va faqat haftaning oxirlari, masalan bugun shanba, hafta oxirlari andan keyin mushta video chekib qila olaman. Buyursa vaqt-vaqtida video tatib, krim videolarni chiqarib, vloglarni chiqarib, huzurlarga sunib turaman. İşinsanlar o'qish boshlagandan 2-haftasida shu krimni darhol o'rinlashtiryaptim. Mashinasdan krimni qilib kelgan pek uzoq vaqt bo'lgan. Shu fursatdan foydalanib o'zim zo'lab tushirib qo'ygan. Vaqtdan ichidan vaqt chiqarib qilatdim. Degandek. Amlika azroq highlighter urib, üst qilib qolmasdan keyin krimni tamomlayli. Highlighterga kelganda Anastasia Beverly Hills ninki bu 6 xil ranglik highlighter faqraq paletini ishlatib kelyapman. Bugunlikka bu Kirikat degan rangni ilib shuni highlighter qilib ishlatay. Yumush rangni ishlatay demakchi. Faqat bo'ldik amlika asti qapqimizga o'timiz. Ya'ni mundaq qana deymiz, yaplaq shakldagi cho'tka. Bu Sephoraninki 10-nomerlik cho'tkasiga. Sephoraning 10-nomerlik cho'tkasi shuni ilib, yana bayam qarangga qaytib qaraylik. Amdilikka bayam Stella degan rangni ilib, nima? Stellaninki mana bling bling eyeshadow. Mening baqilma bugun. Buni tashlab buni cho'rib. Nelar oluyor? Qapqimizniki ostiga. Asti-usti. Taksi simmetrik shaklda bo'ldi. Sırf bağlandığı keyin endi eyelinerga keldim. Eyelinerda men her zaman ishlatib kelayotgan Too Faced Better Than Sex eyeliner. Sizlarga buni tavsiya qilman, qishimdagi do'stlarimga shuni tavsiya qilman, kim so'rasa shuni tavsiya qilman. Eyeliner qaysini ishlatyapsiz deb masalan do'yindim jiqlar so'raydi, Instagramda, Viboda jiqlar so'raydi. Too Faced Better Than Sex eyeliner, okay?
Әмдеге kirpikimizga azroq lak berib, andan keyin olgan kirpik taqayman. Lancome mascara. Kirpikka 300 BH Cosmetics 302 ga 302 nomerlik kirpikni ishlatdim. Sizga makiyaj bo'lmaydi. Hajab uzoq qopdi, bunda o'tirib sizlar bilan paranglashqa shu turib kulim qilmag'lik tova. Oldimi? Okay. Shu asli kirpikimizga lak surkashdan burun bir qadam, ya'ni setting powder. Shu grim turg'izish upisini mana loose powder bor. Elib shu ko'zimizniki ostiga naq mijaga rang bergan osti qapoq rangi bergan yerdanki ostigalam akab turib asroq setting powder urib olsak, osti kirpikimizniki lak yeyilib ketmaydi oson. Mijaga asroq setting powder berib o'tishni unutib qolmang. Bo'pmi qiynoq kirib qolgan vaqtingizda. Demek bu ne? Sürteli. Oldu. Emlik'e contour bereli. Contour'da contour palette Anastasia. Endi blush. Endi blushga kelganda Dior rengi 361 nomer Rose Baser. Rose Baser. Endilikka burnimizning usti hamda ichki mag'zimizdagi highlighter. To'g'onglang. Bu Zoeva'nın chotkasiga 134 nomer. Hozir kameralarımdan tugabmayni almashtirib, kep o'tirib tatmaylam, ich qo'yib kamerani surib kep birov bitibdi men so'zlab. Neyse qaydadanday Zoeva'niki 134 nomerlik chotkasi bilan bayaqi kerak degan rangni men u ikki tarafga surib etdim. Qolishimiz put qilganim yo'q deb. Lekin endi eng oxirgi bir qadam kalpikimiz qoldi. Bugun sizlarga yulduz mingshang lavsuruqimiz Anastasia'ningki buning rangi Heathers. Canım.
Video çekiyorum. Çok güzel olmuşsun. Makyajlar pek yakışıklı. Hindistancı bakımsız boy. Herkese selam söyler misin? Herkese selam söylüyorum kızlar. Selamlar. Yerlerde alıp baktılar Ay Ay. kilama kızım da okşap kettiğim apışırıkla yiyip gidiyor. Kızım ay. Tırnakla sökmüş. Tırnaklarına işi bir tutup yapayım. Amma aleyküm. Putamdan kendi köydünüz mü? Sulan yemeğiyle. Kaysarga amarak size. Bebeğim benim. Öptüm çok. Öptüm aşkım. Bay bay. Neydi ki memnuniyet ki sarıyını ki telefon koyasken tamam mı? Koy hadi kapatıyorum. Bay bay. Hoşça. Hadi bir kaş kalım. Kaşına iki çok kısa attı ya. Yat işletmeydi kan. O yüzden bilen bayağı bir kızıl rengini ilip. Altın renk kolayım, kızıl renk kolayım. Kızıl kolayım. Mağaramdan başlayayım. Kapıqım sürgələrini ilib, üstə qıynaqlatıb. Bununla çotqan almışdırımız. Məxsus kapıqninki, ləvsürük sürdən çotqısı var. Şunu almışdırıb. Üstüge asıraq tek küsüb. Tamam. Aynen böyle. Badiye. Bop qaldı. Görmemiz bitti desek doğru buldu. Çeçimnin tünügü büdür qalğan bitti. Uşaq büdürü. Hazır məndə təbii bir xil büdür alət kep qapdı. Muş bitti saxlap qilishini oylaşdım. Əmdilikə sarıyını kiyey. Sarı kiydiğanğa bir muci vaqt getdi. Cıldır nəsləni taqab qılımız. Bu arada muşu qulamda qanda qılğınımni dəpəsən. Amazondan muşunda xeyna tattoo heyna deb bastım. Bassam şu an bir monç xeynalar çıxdı. Muşun içindən anı tanıdım. Bir qapның içində 5-6 xil manda xeynalar buldu ki, hər xil rənglik. Bir gün işlətkinim, mən qızıl rəng qulamğa işlətkinim şu. Qızıl rəngli xeynini elib, anınki yana bir mandaq məxsus qolunki müştaq tattoolarını çıxırdığım müştaq qağızlarga bunu ayırmaldım. Hər xil şəkildə var ki, məsələn qolamda bugün qalğan başqa xil şəkilini işlətib oldum. Bunu üstüge çaplaydikansiz qara qağazını. Bu da qalğan vaqtda ayrım bir kiçik video yoqub çıxarıb qoysam boldu. Biz qağazını çaplab anınki üstüge mavi xeynini sıqılgansiz. Yani ma axyallarga siqib buni to'shqizib bo'lgandan keyin bu qattiqga qetib bo'lgandan keyin asta so'yversangiz aslida chiroyli rangdan işte xeyni qilib qoldi ekan degandik. Chiqib yaxshi ko'rdim buni. Men bir ishni unutib qolibman. Bu bo'lsa setting spray. Setting sprayda Urban Decay'ninki D-Slick makeup setting spray oil control. Ma bu məxsus oil control'ninki. Yani mən qırım qan vaxtımda biraz maylıq teri bo'lgandan keyin qırım qanda may chiqib ketadi. Shuni aldaylish uchun. Naqini. Bütün taqaydigan jildirlarni qo'shib kiyimlarni kiyib, sarıyını kiyib tayyor bo'ldim. Şu men bilan tanishliklar kichikimizdan tartib shu Bollywood, Shahrukh Khan deb yurgan Hindistonniki naqsh usullari kinolari bizga eng chong ta'sir yetkazgan desam bo'ldi. Shunga bugun kichik vaqtimda har zaman o'ylaydigan bir shundaq hindistoncha bir qiz bo'lish arzuyim batda yo'q emas. Shuni amalga oshirdim desam bo'ldi. Kirmimizdan hammasi bitdi. Yoqtirishinglarni umid qilaman. Qolgan naqsha usul degandeklarni Viboda, Doyinda, Instagramda, YouTube'da meni saqlanglar, unda bo'lsa. Hammalarga yana bir qatam rahmat aytaman. Meni qo'llab-quvvatlaganlarga tashakkur aytaman. Thank you very much. Okay, undaq bo'lsa bugungi kunimiz nishad oyoqlashdi. Hammalarning mushaqda yana bir qatam xayrli bo'lsin. Hammalarni sevaman. Amanlik, tinchlik, xotirjamlik, xushalik hammalarga yor bo'lsin.